Assalomu alaykum, Shuhratjon usta kanalining obunachilari. Navbatdagi darvozamizni Farg'ona Rishtonga o'rnatdik. Darvozamiz haqida qisqacha ma'lumot berib o'tamiz. Xudo xolasa cho'tga chiqdi. High-tech bosma bo'ladi. Fasoni bir qator materiallarni tanishtirib o'tamiz. Stoykalari 2 lik bo'ladi, 8 ga 8 bo'ladi. Palasasiga 1.8 lik lis bosdik. Lejenkalar qo'yildi. Xudo xolasa 1 lik lis bo'ladi o'rtadagilari. Taglariga 8 lik shillar qo'ydik. Zamoklari har doimgidek zo'r bo'ladi. Ochilib yopilishlariga e'tibor berasizlar. Kraskalarimiz demo kraska bo'ladi. Ko'chmasligiga garantiya beramiz. Xudo xolasa. Qismi bor, ochilmaydigan qismi tepalarida havo o'tib turish uchun lazer qilib berdik akamizga. Xudo xolasa cho'tga chiqdi. Orqalarini ham hozir bir qator ko'rsatib o'tamiz. Qadrli obunachilar, orqalarning kraskalariga e'tibor berasizlar. Hapyor bo'ladi. Orqaning kraskasi tekis bo'lmaydi. Zatorlari shunday bo'ladi. Xolos orqa holati. Zatorda ochib ham ko'rsatib o'ramiz. Bemalol yengil bo'ladi. Ko'rishlari mumkin. Cho'tga qilib o'ringa qo'ydik. Xudo xolasa cho'tga chiqdi darvozamiz. Istalgan joyingizga qo'yib ko'rasiz. Ochilib ketmaydi, xudo xolasa. Mana bunday qilib bemalol qo'yib ko'rasizlar. Xudo xolasa cho'tga turadi. Qo'yilgan joyda. Darvozamizni razmerlariga keladigan bo'lsak, eniga 4 metr bo'ladi, bo'yiga 3.70 bo'lgan. Xudo xolasa cho'tga chiqdi. 1 kvadrat metrni 650 ming so'mdan tayyorlab berdik. Umumiy hisobi 9.500 ming so'mga. Yana shunday darvozalar kimga kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga bemalol aloqaga chiqarasizlar. Shuhratjon usta o'z jamoasi bilan xizmatlaringda bo'ladi.